Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Mana bugun biz yana bir video chiqaramiz. Bu faqat arzon modellar bor edi. Ko'pchilik bizga talab qildi, shuning uchun so'rab ko'rsatyapmiz. Bizda klientlarning gaplari va klientlarning so'zlari biz uchun deyarli qonuniy gap yo'q. Hammasi uchun to'g'ri tushuntiramiz. Demak, ketdi. Aytib manzilimiz Toshkent shahar Malik Bozor Avaz 9 do'kon. Butun O'zbekistonda yetkazib berish xizmati ham bor va bo'lib berish xizmati ham bor, nasihat xizmati ham bor. Agar degan maqol yozsangiz javob beramiz. Kanalga a'zo bo'ling, kanal esa chiqmasin, foydali kanal. Ketdi. Nima birinchisi? Birinchi notebookimiz Lenovo Core i7. Core i7 4-avlod, 4-avlod. Hoti 5 bahodan 4 baho, to'g'ri ideal emas. Yoki boshqa joyi yo'q, unaqasi yo'q. Lekin kuchi jihatdan kuchli. Core i7 4-avlod, 8 GB RAM, 512 GB HD xotirasi bor, 128 SSD'si bor, qo'shimcha AMD 2 GB grafikasi ham bor. Narxi $120. Yana tushib beramiz. Bular narx yo'q. 110 beraman, mana xohlasalang. Bular narx bo'lmaydi. Nimaga deganda 8 GB aplikasi bor, SSD'si ham bor. Video kartasi ham bor, ham Core i7. Narxi $110. Bunaqa narx oddiy ofisda olasizlar, bemalol. Keyingisi Asus Core i7 3-avlod, Core i3 7-avlod. Core i3 7-avlod, hoti ideal holatda 5 bahodan 5 baho. Misol uchun chaqalar yo'q, yaxshi. Zaryadlar ham yaxshi. Xotirasi 8 GB RAM va 256 yoki 128 SSD'si bor. Ya 256 yoki 128 aniq SSD bor, aniq bilaman. Narxi $130 beramiz. Bu ham zo'r narx hotiga nisbatan. Keyingisi bu HP EliteBook. HP EliteBook polni metal korpus, 100% qaytashlangan metal bo'ladi bu. Bu 8 GB RAM, 256 SSD, tagi pachetka, ekran IPS bo'ladi, qo'lga bo'lmas skanerim bo'ladi. Bu narxi necha pul? Narxi 150 beraman. 150 ga zo'r narx ekan. Buna narx yo'q. HP EliteBook. Keyingisi bu Celeron, SL Extens bo'ladi. SL Extens Celeron, lekin holat yaxshi, ishlashi zo'r. Buna narx bozorda bo'lmasa kerak, narxi $15. $15 lekin udar holatda. Klass. Zaryadlari hammadan zo'r, batareya ushlaydi. $15 nima beradi aka? $15 ga. To'g'ri, bunaqa texnik olish qiyin, lekin bu ishlaydigan Excel, Word, PowerPoint hisobotlar hammasi bemalol tushadi. Keyingimiz Dell Core i5 7-avlod, 8 GB RAM, 256 SSD. Tagi pachetka, barmoq skaneri bor, qo'lga hammadan joyi bor. Ko'rinish ixcham, mana 5 bahodan 4,5 baho, lekin ishlashi zo'r, kichkina, 13 dyum. Ko'tarishga bemalol zo'r tushadi. Buni narxi $120 beraman. Keyingisi bu ham Tera notebookimiz. Bu Pentium protsessor, tagi pachetka, ekran IPS, sensor ekran, 4 yadro 4 potok bo'ladi. 4 GB RAM, 256 SSD. Mana. Narxi $100. $100 narx, zo'r narx $100 ga. Tera. Keyingimiz Dell Core i3 7-avlod, ideal holatda, o'rta holatda 8 GB aplikasi bor, 1 TB xotirasi bor, qo'shimcha SSD'si ham bor. Buning narxi $130. Zo'r narx, video kartali. Keyingimiz AMD A8, ya'ni bu Core i5 7 ga, Core i5 6 ga, Core i5 7 6-paketga to'g'ri keladi. 8 GB RAM, 512 GB SSD, ekran displey LED ekran. Ko'rinishi ideal emas, o'rta holatda, narxi $130 beramiz. Xullas, bu hammasi boshlang'ich IT-ga, ya'ni front-endga bemalol tushadi. Ya'ni bitta eslatib aytmasak, hammasi ko'taradi front-end bemalol. JavaScript, HTML, Python bemalol ko'taradi. Ya'ni o'zi ishlashiga bog'liq. Keyingisi bu bitta yangisi orasida yangi Dell Core i3 12-avlod, 8 GB RAM, 512 GB SSD, ekran 120 Hz, IPS ekran. Buning narxi $270. Yangi Dell. Bundan narxi yo'q bozorda. Keyingimiz bu masalan hozir endi Lenovo driver tushdi. Lenovo Core i5 10-avlod, 8 GB RAM, 1 TB xotirasi bor, 256 GB SSD'si ham bor. Holat yomon emas. Holati ham MX video kartasi bor, Photoshop, AutoCAD kodlar o'tadi. Narxi skidkada $170. Bundan narxi yo'q bozorda $170 ga. Keyingi video ko'rishguncha xayr, kanalga a'zo qo'yinglar. Kanal nasibda qolsa, agar kimda-kim buni ko'rmagan bo'lsa, video oxirigacha yoki tushunmagan bo'lsa, Notepro kanalimiz bor, men tegan link tashib ketaman. O'sha linkka kirsang, ichida polni hamma parametr bergan bo'ladi. Yoki pastda telefon qilsang, telefon qilib bemalol ko'tarib gaplashamiz.